Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 4-iyun sanasi. Bizda ochiq dala pomidorlarimiz pishib boshladi. Ertandan teramiz. Mana pishganlari hosillari juda ko'p. Tagida bo'ladi bu. Hosillar bu yerda ham ko'rish mumkin. Kameraga qanaqa ko'rinar ekan? Kecha yomg'irlarda yomg'ir ham deb bo'lmaydi. Sababi 10 kunlardan ziyod juda ham bir intensiv yomg'ir bo'ldi. Jala desa ham bo'ladi. Juda qiynadi. Bizda kasalliklar kuzatildi. Hozir kasalliklardan zamburug'li kasallik, mana shu barglarda dog'lanishlar bor, qora dog'lanish. Bu tanaga ham o'tadi. Mana barglarda. Keyin taglarida ham mana shu hosillari yerga tegib turgan, salafanga tegib turgan joylarda ham chirishlar bo'ldi. Bu endi seriya ginil deydi, kulrang chirish. Bunga qarshi dori sepdik. Vistrobi 50%. Bu Krezaxim tarkibli. Plus yana mis tarkibli dori sepdik. Yani ertandan sepish kerak baribir yana. Mana bunaqa bo'lib ketgan joylari ham bor, mana juda kuchayib. To'xtagandek hozir. Lekin baribir sepish kerak yana. Juda yomg'ir qiynadi. Lekin pomidorlarimiz yaxshi hozircha. O'rtalari ham deyarli yetib oldi bir-biriga. Yuradigan joylar bo'lsa, mana o'rtasi yetib oldi shu bir-biriga. Tomonlari ham juda avjab ketgan. Bunaqa qiynadi. Endi respublikaning ko'p joylarida bo'ldi yomg'ir. Jala, yomg'ir, do'l. Kamdan kam kuzatiladi o'zi may oyida bunaqa yomg'ir. Ancha tashvish, kasalliklar olib keldi. Xudo xolasa endi bu yog'ini dorisini berib qarash kerak. Bu yoqda ham pomidorlarimiz avji yaxshi. Bu tomonga yotqizgan bo'lsak, bu tomon yotqizilgan, o'rta bu ko'chatdan bu ko'chatgacha 220 tiniq, lekin o'rtani to'liq yopdi mana. O'rtasidan yurib ham bo'lmaydi. Hosillari shunaqa kasallangan joylari ham bor mana. Bunga qarshi yana sepish kerak. Sepganmiz, to'xtagandik. Lekin yana sepaman ertaga. Pishib. Asosiy hosillar tagida bo'ladi endi. Ko'rinishi ham. Mana hosillar. Hozircha yaxshi. Endi kasalliklarga qarshi kurashib turmasak
Hozircha bizda shular. Kuzatishda davom eting.